erkaklarda shunaqa xususiyat bor, kreditga kirib tushunyapmanki, odam xotiniga bog'lanib qoladi. To'g'risini aytyapman. Men shu paytga tushunmaganman. Mana endi balkim qarayapmanmi? Ishoninglar, bitta kartoshka sotib ola olmayman o'zim. Kartoshka sotib olmoqchi bo'lsam, deb so'rayman shundan. Yo'q deyman, qanaqa erkakman men, deyman. Telefon qilib uyda kartoshka bormi? Olaymi? Agar uyda kartoshka bo'lmasa ham, ko'rdim uyda kartoshka olma desa olmayman-da. Kiyim ola olmayman, kiyim, ishonsalaring. Nask ola olmayman. Shu xotinimdan so'rashim kerak edi. Bu nima shunchalik ham men past bo'lib qoldimmi? Bu xotinni qulib qoldimmi? Yo, keyin uyga kelsam shuni izlayman-da, shu odam ko'p, lekin agar xotinim yonimda bo'lmasa bir bo'shmanda, qani ekan, ayin qani deb turaman-da. Shunaqa bo'lib qolar ekan, odam shu 45 dan keyin toza xotiniga bog'lanib, opamday bo'lib qolar ekan, enamday bo'lib qolar ekan xotin. Shu uchun erkaklar xotinlarimiz uchun doim ibodat qilishimiz kerak. Xotinlarimizga Xudo donolik bersin. Ana shu xotinlar bizni xizmatimizni yo rivojlantiradi, yo to'g'anoq bo'ladi. Agar xotin haqiqatdan donishmand bo'lib, Xudodan qo'rqib, masjidga qiziqib, xizmatga qiziqadigan bo'lsa, ayollarning erlari ham yaxshi xizmatkor bo'lib yetishadi, farzandlari ham yetakchi bo'lib yetishadi.